Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi yaratildi. Kompleks xizmatlarga katta vakolatlar berildi. Ammo xalq orasida hali ham ba'zi sohalardagi tizimlardan noroziliklar bor. Bugun studiyamizga xalq deputatlari viloyat kengashining deputati Sahodat Murtozovani taklif etganmiz. Ochiq va tik savollarga javob izlaymiz. Sahodat opa, joylarda o'rganishlar olib borasizlar, o'sha ba'zi qonunlarda korrupsiyaga yo'l qo'ygan tirqishlarni sezib qoldingiz deylik. Ana shunday paytlarda Oliy Majlis Senatiga qonunlarni o'zgartirish bo'yicha takliflar ham kirita olasizlarmi? Mamlakatimizda qonuniylik, haqqoniylik har bir insonni egallab turgan vazifasida vijdonan, halollik bilan yondashishiga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan prezidentimiz o'zlarini ham nutqlarida alohida ta'kidlab o'tganlarki, halollik vaksinasi. Har bitta inson agarda mana shu halollik vaksinasini mazmun mohiyatini tushunib, o'zini kasbiy faoliyatidan kelib chiqib yondashadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, jamiyatda hech qanaqangi bir nomutanosibliklar kuzatilmaydi. Va albatta korrupsiya bilan bog'liq masala haqida gapirar ekanmiz. Avvalambor uni mamlakatimizda huquqiy asoslariga to'xtalmasdan ilojimiz yo'q. Mamlakatimizda o'sha mustaqilligimizni dastlabki yillaridan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qator chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga O'zbekiston qo'shilgandan keyin teng huquqli bir a'zosi bo'lganidan so'ng bu borada ham bir qator o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro huquqiy normalari bor. Mana shu xalqaro huquqiy hujjatlariga ham O'zbekiston qo'shilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va Jinoyat kodeksida ham bu haqida o'sha pora olish, pora berish, o'rtada vositachilik qilish kabi normalar va ularning o'sha jinoiy javobgarligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Lekin buni alohida ta'kidlashimiz kerak deb o'ylayman. 2017-yilda mamlakatimizda endi shu vaqtga qadar maxsus korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun mavjud emas edi va 2017-yildan boshlab bu qonun kuchga kirdi. Ya'ni avval quyi palatada, ya'ni Qonunchilik palatasida, keyin yuqori palata, Senatda ko'rib chiqildi, ma'qullandi va 2017-yil 3-yanvardan e'tiboran 34 ta moddadan iborat bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Va albatta bu o'z o'rnida va jamiyatda juda ham zarur bo'lgan bir huquqiy hujjat sifatida baholashimiz mumkin. Xalq qabulxonalari, virtual qabulxonalar ochilgandan keyin joylardan minglab muammolar prezidentning virtual qabulxonasiga oqib bora boshladi. Va qarangki, shu o'rinda prezidentimiz alohida ta'kidladilarki, hattoki mahalliy hududda, o'sha mahalliy kesimda yechish mumkin bo'lgan muammolar ham prezident qabulxonasigacha bordi. Ya'ni biz o'zimizni xizmat vazifamizga bir nima deydi, suiiste'mol qiladigan yoki barmoq orasidan qaraydigan holatlar mavjud ekanligi tanqidiy yondashildi. Shuning uchun ham o'zlarini tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom har bir rahbarning kundalik faoliyatiga aylanmog'i lozim deb nomlangan ma'ruzalarida ham, risolalarida ham bu haqida alohida ta'kidlab o'tdilar. Shuning uchun ham 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'ldiki va qarangki, bugungi kunga kelib albatta men o'ylaymanki, ko'pgina muammolar o'z yechimini topa boshladi. Raqamlashtirila boshlandi. Inson omili aralashmaydigan holatlar o'sha shaffoflik tizimiga o'tib boshlandi. Shu bilan bir qatorda alohida ta'kidlab o'tdilarki, prezidentimiz nutqlarida qurilish sohasini va oliy ta'lim tizimini korrupsiyadan xoli soha sifatida e'tirof etildi. Va boshqa sohalar ham o'zlari tashabbus bilan o'sha korrupsiyadan xoli soha sifatida e'tirof etishdi. Bu borada ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Albatta, boyagi savolingizga agar javob beradigan bo'lsak, albatta biz xalq vakilimiz, deputatmiz, joylarda boramiz, xalq bilan uchrashamiz va ular o'zlarining muammolarini aytadilar, muammolariga yechim kutadilar. Afsuski, men o'ylaymanki, hozir yo'qman hech qanaqa bunaqangi tirqishlarni, bunaqa muammolarni kuzatmadim desam, men vijdonimga xilof ish qilgan bo'laman. Albatta joylarda ko'ramiz va o'sha deputatlik so'rovlarini chiqaramiz. Lekin afsuski, hamma rahbarlar ham biz murojaat qilgan va biz o'zimizni vakolatimizdan kelib chiqib o'sha yo'llagan deputatlik so'rovlarimizga
to'laqonli bir yechim topib, o'sha muammoni yechimini ko'rmagan holatlarimiz ham bo'ladi. Lekin biz qayta murojaat qilib, bitta mansabdor shaxs bilan bitmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, boshqalariga murojaat qilib, imkon qadar o'sha muammoni demak yechishga harakat qilamiz. Aytishim o'rinlimi bilmayman, o'zi bir nogiron bo'lsa, to'g'rimi? Nogironligi bo'lsa, u misol uchun davlatdan imtiyozli moddiy yordam oladigan bo'lsa, endi o'ylab ko'ring, o'sha moddiy yordamni 6 oy oladigan bo'lsa, 1 oyligini o'sha mas'ullar olib qolib, 5 oyligini o'sha nogironga beradigan bo'lsa, qanday deb o'ylaysiz shuni? To'g'rimi shu? Bu noto'g'ri bu. Uni holatini ko'rib ba'zan ko'zimizdan yosh chiqib ketadi, misol uchun. Lekin ular o'sha biz yondashib, borib, o'rganib gaplashganimizda astagina aytishadi-da, shunaqa deyishadi. Xuddiki bu normal holatdek aslida. Bu bunaqa emas aslida. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha oiladan boshlanadi tarbiya, axloq, odob, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik, halollik, rostgo'ylik kabi fazilatlarni biz yoshlarimizga o'sha oiladan, beshikdan kerak bo'lsa o'rgatishimiz kerak. Yaqinda mana biz Tatariston Respublikasiga bordik, Kazan shahriga bordik va o'sha yerda Kazan davlat federal universitetida biz 2 haftalik malaka oshirish kursini o'tib keldik. Masalan, yo'ldan o'tish joylari, svetoforlar bor. Yosh u qari to'planib turadi va belgilangan joydan o'tadi. Agarda bir bekat piyoda yurishi kerak bo'lsa ham, piyodalar o'tish yo'lakchasi mavjud bo'lmagan joydan o'tishmaydi ular. Hattoki ularga maxsus jarimalar bor ekan. Yoki masalan, avtobus, trolleybuslarda yurishga to'g'ri keldi, o'sha joyda fuqarolar minadi avtobusga, trolleybusga. Bir bekat davomida ular to'lovini to'lash kerak. Agarda to'lamaydimi, ularga jarima yoziladi. Nazoratchilar yuribdi, birdaniga o'sha joyni o'ziga tekshirib, ularga jarima yozyapti-da. Va fuqarolar o'zini ham haq-huquqini va boshqani ham haq-huquqini juda yaxshi biladi. Men o'ylaymanki, bu borada masalan bizda ham juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Huquqiy baza yaratilyapti, huquqiy asoslar yaratilyapti. Yaqinda ham prezidentimizning farmonlari qabul qilindi 2026-yil, demak 9-iyunda va 22-iyunda qonun qabul qilindi. Mana shu sohaga bag'ishlangan va chora-tadbirlar kuchaytirildi. Endi korrupsiya o'zi nima bu? Korrupsiya o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, o'z xizmat vazifasidan foydalanish, o'zini manfaati yo'lida foydalanish. Yoki masalan, lug'aviy ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, buzish, aynish, sindirish degan ma'noni rivojlanib borayotgan jamiyatni aynishiga, buzilishiga olib keladigan holat bu. Bu juda ham jamiyat rivojiga juda katta g'ov bo'ladigan illat deb aytganlar prezidentimiz. Va bunga biz befarq qaramasligimiz kerak. Nafaqat masalan deylik, pora olish, pora berish holatlari. Oddiy fuqarolar masalan joylarda, tashkilotlarda, jamoalarda ham o'sha huquqiy me'yoriy hujjatlar, norma, shaxsiy huquqlarimizni, agarda shaxsiy erkinliklarimizni biz biladigan bo'lsak, o'zimizning shaxsiy huquqlarimizni biladigan bo'lsak, qonundan, qarordan, farmondan boxabar bo'ladigan bo'lsak, albatta bu inson men o'ylaymanki, noto'g'ri yo'lga kirib ketmaydi. Nafaqat o'zini va o'zgani ham xavfga qo'ymaydi. Yaqinda bir yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda alohida ta'kidlab o'tildiki, agarda bir mansabdor yaqinlaringiz bo'lsa yoki farzandlaringiz bo'lsa, bir yaxshi joylarda ishlaydigan bo'lsa, aytinglar, juda katta savobga qolasizlar. Nimaga? Mana shunday illatlardan yiroq yursin yoki mana shu bo'layotgan qonunlarni, qarorlarni, farmonlarni, mazmun mohiyatini aytinglar. Qonunlar kuchaytirildi. U bolasini, oilasini yonida o'tirsin. Agarda o'sha bolasini, oilasini yonida o'tirsa, sizlar juda katta savobga qolasizlar, deyapti-da. Bir o'ylab ko'ring. Inson qanchalik shu darajada jon kuydirib gapiryaptiki, o'sha mansabdor shaxs oilasida farzandlarini oldida o'tirsin, deyapti. Endi mana shu viloyat kengashidagi qarorlarning ijrolarini o'sha joylardagi rahbarlar ijro qilishi qanchalik majburiy hisoblanadi? Umuman qaysidir hokimlik yoki boshqarma o'sha sizlarning qaroringizni ijro qilmay chetlab o'tishi mumkinmi? Hamma sohada raqamlashtirish kirib boryapti. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda kengash ishlab turibdi va u yerda oynadek butun nafaqat biz respublika miqyosida
ko'rinib turadi. Biz kimga yuboryapmiz deputatlik so'rovini yoki u qanday javob beryapti? Bu hammasi elektron tizim orqali. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun bu borada ancha salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. O'sha mansabdor shaxslar ham hokimlik tizimidagi demak mas'ul insonlar ham, vakolatli o'sha davlat organlaridagi insonlar ham albatta o'zlarini xizmat vazifalaridan kelib chiqib, yuborilgan deputatlik so'roviga imkon qadar qonuniy yo'l bilan agarda yechish imkoni bo'ladigan bo'lsa, uni yechish yo'llari yoki kelajakda bu yechish mumkin bo'ladigan mablag' bilan bog'liq holatlar bo'lsa, uni hammasini qonun doirasida ular yozib va albatta 10 ish kunida deb aytiladi. Bizda deputatlik so'rovini 10 ish kunida yuborishingiz so'raladi deyiladi. Albatta ular tegishli javoblarni berishadi. Endi hozir tuman va shahar byudjetining o'sha bir qismi aytaylik o'sha jamoatchilik fikri asosida, ya'ni ochiq byudjet orqali taqsimlanyapti. Bu tizim pullarning to'g'ri sarflanishida deputatlik nazoratini qanchalik yengillashtiryapti? Endi bilasizmi, shunday holatlar bo'ladiki, mana o'sha tashabbusli byudjet bor, siz o'sha ta'kidlab o'tgandek holatlar bo'yicha agar to'xtaladigan bo'lsak, ba'zan kengashlarda o'sha mas'ul shaxslar o'zlari chiqib, mana shuncha jamg'arilgan mablag' bo'ladigan bo'lsa, mana shunchasini ko'cha uchun, mana bunchasini deylik o'sha simyog'ochlar uchun safarbar etildi va mana shuncha mablag'imiz bor. Buni mana bu xayrli ishga yo'naltirmoqchimiz deb ochiq hisobotlar berishadi. Qaysidir holatlarda endi biz 100% deb ayta olmaymiz bunday holatlarni, lekin har bitta vakil, xalq vakili o'zini o'sha tegishli hududlariga borib, muammolarni o'rganib, albatta uni qanday yo'naltirilganligini ko'rishga, u haqida o'zini takliflarini berishga va yuqori turuvchi organlarga murojaat etish huquqi bor. Viloyatdagi yangi ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish dasturlariga ajratilayotgan davlat mablag'larining maqsadli ishlatilishini deputatlar qanday nazorat qilib boryapti? Endi deputatlar ham o'sha o'zini vakolatidan kelib chiqib, joylarda borib, fuqarolar bilan uchrashib va o'sha joyda mahalla raislari, mahalla yettiligi ular bilan bevosita doimiy ravishda muloqotlar tashkil qilib, buni kuzatib borishyapti va xalq o'zini takliflarini aytyapti. Bu takliflar biz tomonimizdan ham o'rtaga tashlanyapti yoki o'sha yuqori turuvchi organlarga bevosita ancha yengillashdi. Imkon qadar bu tizim yo'lga qo'yilganligi, lekin mavjud ba'zi bir holatlar bo'ladiki, o'sha joyda albatta deputatlarning o'rni kerak bo'ladi. Masalan, borib, qaysidir hudud bir e'tibordan chetda qolishi mumkin. Ular murojaat qiladi. Masalan, fuqarolari kam bo'ladi. Tashabbusli byudjetdan ular ovoz to'play olmaydi, masalan, kerakli ovozni to'play olmaydi va natijada ulardagi muammo orqaga qolib ketishiga sabab bo'ladi. Mana shunday holatlarni biz masalan o'zimiz saylangan tuman vakillariga aytganimizdan keyin ular buni e'tiborga oladi va albatta o'zlari bunga yechim topishyapti-da. Birgalikda bu mahalla yettiligi, o'sha mas'ullar hamma birgalikda agarda yondashsa, men o'ylaymanki, hamma muammoni yechimini topsa bo'ladi. Hozirgi kunda davlat idoralarida ochiqlik indeksi e'lon qilib borilyapti. Sizningcha viloyatdagi qaysi tashkilot ochiq va shaffoflikda namunali deb hisoblaysiz? Hamma soha, hamma tashkilot bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ko'p hollarda bizda masalan o'sha kuzatganimizda sog'liqni saqlash tizimida, keyin ta'lim tizimi bilan bog'liq va shu bilan bir qatorda mana adliya tomonidan yo'l qurilishi bilan bog'liq mutasaddilar kelib, o'zlari taqdimot qilishadi, hisobot berishadi va o'sha yerda savol-javoblar va o'z yechimini topadi-da muammolar. Men o'ylaymanki, bular hozir bitta tashkilotni aytsam noto'g'ri bo'ladi. Deyarli hamma tashkilotlar o'zini deylik mansab o'sha vakolatidan kelib chiqib, ijobiy tomonga o'zgaryapti.
Bugun kengash ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda ishlaydi, to'g'rimi? Umuman jamoatchilik tomonidan ko'tarilayotgan muammolar komissiya uchun asosiy ish rejasi bo'lib xizmat qiladimi? Ommaviy axborot vositalari bilan mustahkam aloqalar o'rnatilgan. Har bir kengash ko'tarilayotgan masalalar bevosita yoritib boriladi ommaviy axborot vositalarida. Shu bilan bir qatorda jurnalistlar tomonidan ham ba'zi bir muammolar ko'tariladi va bu muammolar o'zini yechimini topishiga sabab bo'ladi. Mahalliy kengash sessiyalarida biror bir ijro organi xodimi deputatlik so'roviga umumiy gaplar bilan yuzaki javob qaytarsa yoki kechiktirsa, unga nisbatan qanday chora ko'riladi? Kengashlarda doimiy ravishda deputatlar o'zlarini hududlaridagi muammolarni ko'tarib chiqishadi. U yerda o'sha mansabdor shaxslar o'tirgan bo'lsa, deylik hisobot tinglanayotgan bo'lsa va albatta o'sha muammo bilan bog'liq, o'sha sohadagi muammolar bilan bog'liq masalalarni deputatlarimiz ko'tarishadi. Va joylarda o'sha deputatlik so'rovlari, masalan deylik bir necha marotaba deputatlik so'rovlari yuborilgan, lekin javob olinmagan yoki qandaydir bir o'sha o'zini yechimini topmagan holatlar bo'lsa, bu ham ro'y-rost ochiqlik prinsipi asosida bu yerda muhokama qilinadi. Yuqorida aytganimdek, o'sha kengash tizimi ishlayapti, buni doimiy nazorat qilib boriladi, monitoring yuritiladi va hozir albatta ancha bu boradagi ishlar salmoqli va ijobiy sifat bosqichiga ko'tarilgan desak to'g'ri bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi yaratilgandan buyon viloyatda qaysi sohada shaffoflik sezilarli darajada oshdi va ovoragarchiliklar kamaydi deb ayta olasiz? Endi birinchi navbatda mana islohotlar fonida ko'radigan bo'lsak, davlat xizmatlari tizimi qancha soha avvaliga fuqarolarimiz bir necha tashkilotga borib sarson sargardon bo'lgan bo'lsalar, hozir bitta joyga boradilar va hamma ishlari o'sha davlat xizmatlarini o'zidan bitishiga olib keladi. O'sha raqamlashtirilganligi bu juda ham ijobiy xususiyat. Endi albatta men shuni aytishim kerak, oliy ta'lim tizimidan deyarli 95% ga korrupsion holatlar yo'qoldi, bartaraf etildi. Lekin agarda ba'zan bir ijtimoiy tarmoqdami bir ko'zimiz tushib qolsa, hayron qolarli holatda, masalan, o'zini bilgan, aqlini, jamiyatda egallab turgan o'rnini, saviyasini tushungan odam hech qachon o'ziga o'zi dushmanlik qilmaydi-da. Va albatta bu jamiyatni rivojlanishiga g'ov bo'ladigan illat ekanki, bunga hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, butun jamoatchilik, barcha o'sha mas'ul idoralar bunga qarshi kurashishimiz kerak. Viloyatimizdagi deputatlar orasida ichki xolislik qanday ta'minlangan? Qarindosh urug'chilik deymiz, tanish-bilishchilik yoki manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligi, o'sha yaqin qarindoshlar yo'qligi qanday tekshiriladi? Endi birinchi navbatda bu qonun hujjatlarida o'zi belgilangan va shu bilan bir qatorda har bitta deputat jamiyatda bir o'z o'rniga ega bo'lgan, faol, bir jamoatchilik ishlarida har doim labbay deb javob beradigan bir fidoyi insonlardan iborat shaxslarda. Chunki deputat qanday inson desak, avvalambor o'z manfaatidan ham fuqarolar manfaatini ustun qo'ya oladigan insongina o'sha xalq vakili bo'lishi mumkin-da aslida. Shuning uchun men o'ylaymanki, tizimda ancha salmoqli ishlar qilinyapti. Faol ish rejimida boradi ishlar. Har doim mana shu muzokaralar, qaysi joyda qanday muammo bor, buni qanday yechish mumkin, mana shunday bir yaxshi yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda. Kelajakda viloyat kengashi deputatlarining o'sha korrupsiyaga qarshi kurashishdagi vakolatlarini yanada kengaytirish uchun qanday o'zingizning takliflaringizni kiritgan bo'lardingiz? Men boya yuqorida ham aytdim, endi pedagogman va albatta jamoat orasida yuramiz. Ba'zan dilni xira qiladigan holatlarga ko'zingiz tushadi, chunki besh qo'l barobar emas. Shuning uchun bu nafaqat deputatlar orasida deb o'ylayman, bu o'sha tashabbus, balki oiladan boshlash kerak. Bolalarni o'sha tarbiya, huquqiy savodxonlik. Men har doim o'sha chiqishlarda aytaman, huquqiy ong,
huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik agar yuksak darajada bo'lsa, u o'zini bilgan inson nafaqat o'zini boshqa shaxsga ham qandaydir noxolis munosabatda bo'lmaydi. Xalqona o'zimizda tarbiyalarimiz borda, agarda men eslayman yoshligimizda, agar kimnidir bir maqtab yoki sifatimi yoki bir aksinchami bir holat gaplar bo'lsa, hech qachon onam ruxsat bermaganlar. Kimnidir gapirishga ruxsat bo'lmagan. Har doim kitob o'qish o'zimizning ishimiz. Men shunday shakllanganman. Muhokama qilinmaydi-da. Mana shu narsa muhokama qilinmaydi. Xush uyasida ko'rganini qiladi deydi dono xalqimiz, to'g'rimi? Mana shu narsani men o'ylaymanki, onalarimiz, otalarimiz albatta faqat to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak-da. Chunki dono xalqimiz aytib qo'yibdi-da, onamning ham o'gitlari bor. Bolam, to'g'ri bo'lsang, to'g'anoq yo'q deydi. To'g'ri bo'lish kerak inson. Hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmaslik kerak-da. Mana shunday bo'lish kerak va albatta halollikda gap. Bu halollik vaksinasi degan gap bekorga aytilmadi. Buni biz kattakon shior qilib qo'yishimiz kerak hamma joyda. Fikrlar aytiladi, qarorlar chiqadi, qonunlar chiqadi, muhokama bo'ladi, bir shov-shuvga sabab bo'ladi-yu, yana qanaydir unutamiz. Endi mana hozir siz aytyapsiz, o'sha yoshlikda buvi, o'sha onalarimiz gapirilgan. Lekin bugun aytilayotgan va chiqarilayotgan qonunlar bolalarga emas, katta odamlarga chiqariladi. Albatta, o'sha kattalar undan voqif bo'lsalar, kattalar uni ko'rsalar, bolalarni shunday to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak-da, albatta. Keyin masalan ko'proq targ'ibot qilishimiz kerak. Xuddi mana 25-kadr deydimi? Shunaqa insonning ongiga birdaniga kirib boradigan fikrlar bilan mana stop korrupsiya deb yozilyapti-ku. Shu ham qanaqadir bir inson ogohlikka chaqiradi-da. Joylarda mana shunaqa narsalarni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Targ'ib qilish kerak. Reklamalarning o'rtasida mana shunaqa narsalarni, masalan, ketyapti, efir ketyapti, o'rtada biz faqat hozir endi tijorat bilan bo'lib qolganda holatlar, endi aytishimiz kerak-ku buni, to'g'rimi? Dori vositalari yo'q, boshqa narsani reklama qilinadi. O'rtada kichkina bitta kontentni men talabalarimga ko'p qo'yib beraman. Rolik tayyorlangan maxsus, o'qituvchi pora olyapti-da, shifokor talabasini 5 baho qo'yyapti. Shunday zachotkani ichiga endi shu rolik bu. Keyin aylanib falakni gardishi bilan pora bilan baho olgan talabani qo'liga farzandi xastalik bilan boryapti. Endi tasavvur qiling-da buni. Bu jamiyatni illati. Urug'. Jamiyatni illati bu. Buni hammamiz oldini olishimiz kerak. Korrupsiya haqida umuman so'z bo'lmaslik kerak. Saxodat opa, hozir siz aytyapsiz, targ'ib qilish kerak. Targ'ib qilish kerakmi yoki ta'sir choralarini kuchaytirish kerakmi? Endi mana hozir qonun hujjatlari qabul qilindi. Yuqorida aytdim, mana 26-yil iyun oyining o'zida ham prezident farmoni qabul qilinyapti, ham qonun qabul qilinyapti. 17-yilda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi maxsus qonun qabul qilingandi. Pora bergan ham, pora olgan ham, o'rtada vositachilik qilgan ham bir xilda jinoiy javobgarlikka tortilishi alohida aytib o'tilgan. Va qarangki, qabul qilingan mana shu qonundan nechog'lik xabardormiz? Masalan, qonun buzilishlar bo'lmayapti deysizmi? Qancha qonun buzilishlar bo'lyapti? Raqamlashtirilgan muhitda yashayapmiz hozir biz. Axborotlashgan muhitda yashayapmiz. Qancha inson akkauntini yo'qotadi. Nima uchun? Chunki ularni xufiyona ularni akkauntiga kirib, uni o'sha nima deydi, u bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni, deylik, pul mablag'larini o'zlashtirib olgan holatlar qancha bo'lyapti? Bu bugun mana shunday jarayonda yashayapmiz biz, globallashgan. Mana shu ta'sir choralarini kuchaytirish uchun korrupsiyani oldini olish borasida qanday huquqiy o'sha me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilyapti? Qonunlar kuchaytirildi. Qanaydir masalan o'sha jazoni yengillashtiruvchi choralar qo'llanilmaydi umuman deyilyapti. Jinoyat kodeksida va bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Buni hozir biz siz bilan bitta ko'rsatuvda muhokama qila olmaymiz. Buni biz bandma-band, kerak bo'lsa o'sha normalarini yozib, ekranga chiqarib, mana shunday o'zgarishlar bo'ldi deb buni yetkazish choralarini ko'rishimiz kerak-da. Kimnidir mablag'ini o'zlashtirib olayotgan shaxslar ham bilimsiz emas. Ular bilimli, lekin bilimini nimaga sarf qilyapti? Bilimini vayronkor g'oyaga sarf qilyapti. Ko'ryapsizmi? Bu nimadan dalolat beradi? Madaniyat yo'qligidan, tarbiya yo'qligidan dalolat beradi. U o'qigan, shuncha narsani o'zlashtirgan, bilimga, tafakkurga ega, mana shu texnologiyani ishlatyapti, qo'llayapti, lekin u vayronkor g'oyaga ishlatyapti. Balki oyligi kamdir. Oyligi kam emas. Oyligi kam deya olmaymiz. Albatta harakat qilgan inson, agar o'shancha bilimga ega bo'lgan inson
yaxshilikka sarf qilsa qancha kurslar bor, masalanda o'sha IT bo'yicha kurslar ochib, onlayn kurslar ochib o'rgatishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Odamlar hozir bilasizmi, juda katta mablag'ni mana shu onlayn kurslar orqali ham men o'zim guvohiman, mana psixologik kurslarga ba'zan o'qishimga to'g'ri keladi, o'zim ham xabardorman, guvohiman. O'zim ham o'zimga kerak bo'lgan bilimni olaman onlayn kurslardan. Va albatta o'sha shaxslar, balkim o'shanday shaxslar hozir eshitayotganidan bo'lishi mumkin fikrimizni, agarda qachondir to'xtamasa, oxiri voy bo'lishi tabiiy. Men atayin sizga o'sha oylik kamdir deb shunday savol berdim. Aslida yaxshigina mo'may daromad olayotgan, o'sha yaxshigina maosh olayotgan xodimlarni ham shu jinoyatga qo'l urayotganligini guvohi bo'lyapmiz-da. Lekin asl sababi nimada ekanligini hali ham tushunib yetmayapmiz. Asl sababi ma'naviyatsizlik, tarbiyasizlik. U noto'g'ri-ku birovning haqiga qo'l uzatish, to'g'rimi? Nima uchun o'rtaga taomni suzib kelganimizdan keyin kutib turamizmi, to'g'rimi? Kattalar avval qo'l uzatsin deymiz-ku, to'g'rimi? U birovning haqiga xiyonat qilyapti, u birovning haqiga qo'l cho'zyapti u. Bu qanday tushunish mumkin buni? Bu insoniylikdan emas bu. Demak, bog'cha yoshidan o'rgatib. Nima uchun mana shu korrupsiyaga yo'l qo'ygan insonni qanday tasvirlaysan deganda ba'zi birlar shunaqangi interaktiv usullarda darslar o'tamizda ba'zan seminar mashg'ulotlarimizda. Shunday bolalar borda, boshini hayvonnikidek chizadi. Tanasi odam. Birovning haqiga qo'l uzatyapti-ku. Masalanda shunday tasavvur qilaman men deydi. Na hayvon, na odamga keladi. Ha, mana shunday. Ba'zan insonlarni qiladigan o'shanday nomaqbul ishlarini hayvon ham qilmaydi. Insonga ulug' sharaf armug'on etilgan deydi. Abu Rayhon Beruniy. Unga ong berilgan deydi. U ongni faqat insonga berdi-ku Alloh. Nima uchun endi ongli mavjudot bo'lib turib, mavjudotlar orasida eng ulug'i bo'lib turib, nima uchun shunchalik badxulq ishlarni qilish kerak? Raqamlashtirilgan muhitda yashayapmiz dedim. Birovning haqiga qo'l cho'zadigan o'sha mutaxassislar, IT sohasi bo'yicha mana shunday insonlarni, korrupsiyaga qo'l uradigan insonlarni ham shunday deyishimiz mumkin. Endi mana korrupsiya haqida gaplashyapmiz-da, korrupsiyani faqat biz o'sha pul muomalasida emas, boshqa yashirin ko'rinishlari ham bor. Masalan, aytaylik, mana endi siz pedagog bo'lganligingiz uchun ta'lim sohasida e'tibor beradigan bo'lsak, o'qituvchilar o'zlarini chiqargan kitoblarini o'sha o'zini chiqargan narxidan ko'proq narx qo'yib, go'yoki kitob sotdim deb shu bilan hasp-pushlashadi. Aslida uni tagida ham korrupsiya borligi ko'rinadi-da. Endi kitob chiqargan inson, avvalam kitob chiqarish oson emas. Mana biz o'zimiz faoliyatimizni aytib o'tadigan bo'lsam, shu iqtisodiyot va pedagogika universitetida bir o'quv yili davomida 52 ta nomdagi biz darslik o'quv qo'llanmalar chiqardik-da. Uni chiqarishgacha masalan qancha tinimsiz ishlanadi, yozasiz, qaytariladi, boshqa bo'ladi, taqriz olasiz va tizimga yuklaysiz. Tizimdan ham sizga maxsus vazirlikda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining guvohnomasi keladi, tasdiqlanganligi to'g'risida. Shuncha mehnat bilan shunday sharafga erishgan inson, men o'ylaymanki, inson o'sha narsadan ustun bo'lishi kerak-da avvalambor. U kim bo'lishidan qat'iy nazar moddiy manfaat uchun emas. O'sha qilinadigan narsangiz moddiy manfaat uchun qilmaslik kerak uni. Masalan, biz nima qilamiz? Elektron tarzda taqdim etamiz. Talabalarimiz so'raydi. Rus tilida, masalan, O'zbekistonning eng yangi tarixi darsligimizda rus tilida chop ettirdik. Noveyshaya istoriya O'zbekistoni va uni o'sha Yevro guruh deymiz, rus guruhlariga kiradigan bo'lsak, ularga elektron taqdim etamiz. Va axborot resurs markazimizda 6 talabaga bitta kitob nisbati bo'yicha nechta talaba bo'lsa, o'shancha kitob chiqarib axborot resurs markazida joylab qo'yilgan. Universitet tomonidan chiqarilgan. Biz o'zimiz shaxsiy mablag'imizga chiqarmaganmiz. Va o'sha kitoblarimiz o'sha bizni universitetning axborot resurs markazida turadi. Borsin, o'tirsin, foydalansin. Biz o'zimizga kerak bo'lsa 5 ta, 10 ta, 20 ta chiqaramiz o'zimiz uchun yoki kimgadir sovg'a qilishimiz mumkin. Mana shunday holat. Suhbatimiz ajoyib tarzda o'tyapti, ammo bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Korrupsiyani faqat qonun bilan emas, ichki nazorat bilan davolash vaqti keldi. Agar komplens xizmati tizimga o'g'irlikni ko'rib, ko'rmaslikka olsa,
demak u ham jinoyatga sherikdir. Xulosa sizdan, biz esa faktlarni ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi dasturlarda uchrashguncha omon bo'ling.